Yo, hammaga salom do'stlar, men sizlar bilan bugun yana Azizbek Gamer. Bugun biz Robloxda har doimgidek o'sha mashhur Roblox o'yinimizda Taxi Boss o'yinini o'ynaymiz. Biz bu yerda men o'zim o'ynaganman, ko'plab mashina yiqqanman, 5 ta yana nima deydi. Keyin buni videoga olishga nima edi? Video olishga qaror qildim. Kelayotgan hammaga yangi yillar bilan. Bugun 2025-yilning oxirgi kuni bolalar. Yaxshi kutib olinglar 26-yilni. Qani bo'lmasa biz o'zimizni mashinamizni olamiz. Yo, men BMW da ishlamoqchiman. BMW 40E64 mi? Tamam, shunaqa ekan. Lekin bundan mil ko'rsatadi. Qayoqqa bo'ldi hozir farqlashimiz. Bo'ldi. Olsunmi? Mana. Biz voy. Biz Mazda mashinada ishlaylik pulni. Mazda. Can you take taxi center? Taxi centerga borayotgan, buni ham hozir qo'yib qo'yamiz. Mashina qaraydi. Dahshat qilishyapti. Lekin baribir 200 darajada. Shulardan boraganda taksi center deydi. Bilet. Hajjin bir joyda tur. How are you doing? Sen nima qilyapsan? Xo'sh. Buni ham taksi center tashladik. Necha bo'lyapti? Mayli, necha? Bitta yana 1.8 bor edi, buni ham olib ketamiz. Taksi centerga borib keldim. Xo'sh. Thank you, rahmat. Mashinalar turibdi-yu. Jigarlar qayerga boradisizlar? Menga ham aytinglar. Odam bormi? Mana meni. Yaramas mashina. Oqshom qoldi. Men taksi centerga tushmayapti. Ha, boshqa yerga borayotganim men buni taksi center deb o'ylabman. Hozir adashib ketdim. Bo'ldi. Necha dollar beradi? Thank you, rahmat. 167. 67? 80. To'xtaylar, men bu nechanchi yil 4 ekan bu. Mana hozircha 3. Hali yerdaman ekan. Bitta ham odamlar bor ekan, mana turibdi. 4.0 ekan. Taksi centerga borib iltimos sindirib qo'ydi. That hard deyilmaydi.
Jigar, babasiz. 2 yunosiz. Man esa Great Right. $2. Ben iloji boricha $15,000 to'plamoqchiman. Mers sotib olmoqchiman. Mers. Bunda mers bor-ku. W222 degan. Benzin olsun, benzin hali kıymetliydi. Bir tane adam var mıydı? Böyle zakaz tutsa şu zahvatı uğramız. Zakaz tutsa. Zakaz düşen mi? Yani zakaz yok. Böyle şurada yutmadı. Taksicilikini bozma. Ben taksicilikini bozuyorum. O Chevrolet Camaro kaçıncı level? Bu Mercedes Benz mi? Öyle komentarıyla bu maçta Mercedes Benz mi? 136 dolar. Молодец. 14.500 dolar toplayalım. Başkaça maşını alırız. Başka maşını alalım. Your car is too small. Para yok ha. Nasıl ne? Neçe $800 Молодец. Bu anca işimizni asanlaştırdı. Lan bir ketamiz. Bu ne? Center qani? Center. Mana. Oho. $2 berdi. $10,000 mashina bormagin bol. $10,000 mashina bo'lmasa kerak. How are you doing? Bila o'qib o'tirmayman. Nice car. Ahmad zor mashina. If you can wipe. İki adam ediyorum. Yapamazsam. Sen yapıyorum. Cirmeleyeceğim ve turttu adam. Hatta bende doğru kirledik adam yok mu? Taksicilik boş uğraşmam. Manca şunu işlesem manca yetişmesi gerek. Ama ama zakaz bulmadı Yandex'ten. Endi maşina sotib oladigan payt keldi. Maşina sotib olamiz. Maşina sotib olishimiz kerak. Nima bu? Sell cars. Qaysi mashinani sotsam kim? Mana shu. Ha. Yes. Sotaman. Buni bu 3'da sotaman buni ham. Çünkü buni ham sotaman. O 21 ming.
Kechirasan beva. Men majburman. Sil. Bular mashina sotib olmayapti. Selyukar. Os. Qaytadan mashina sotib olaman. 27,000 bor ekan, 26,000. 4,0-darajani olsak bo'ladi. Wow. Mana shu mashina arzon qiladi deb yurdim. Mana mashina sotsa ham bo'ladi ekan. Yana sotamiz. Shuni sotamiz. Sotaman shuni. Mana. Sotdik. Bizda bittagina mashinamiz qoldi. Endi biz taksichilikni yanada bosaveramiz. Bu zo'r degani. Endi men 2 ta odam ham, 3 ta odam ham mindirib beraman. 4-6 kamman, 4-0. Bular 1-4. Qani mininglar. Ukalarim. Asta yurishlarmi? Uy, Bugatti bor ekan. 8 million pul yig'ganimda. Scar $4. Yaramaz. Endi bu yoqda ham mashinalar bo'lsa kerak, men 4-10-darajadaman. Qani mininglar. Can you taxi center please? Men gel. Xo'sh. Men buni ham taxi centerga tashlaymiz. Bunga shqol emas. Here. Voy, parkovkada paydo bo'lganini qaranglar. Mashina. Bu qanaqadir musor mashinami? Shunda to'plagan pulim bekor ketdimi? $4 ya, rahmat. Xo'sh. Demak, odam bo'lsa kerak, bu 4-6. Uch bir bo'lsa ham olib ketaveramiz. Let's go, qani ketdik. I would like to taxi center please. Iltimos, men taxi centerga olib bora olasizmi? Bir bola deyapti. Xullas o'qib o'tirmayman-da, prosta metkalangan joyga o'pib qo'yaveraman. Thanks for the ride. 8,000 pulimiz yig'ilgan ekan. Bola, shu joyda videoni to'xtatishga majburman. Bu videoni montajlashimga yarim soatdami ketadi. Yo, bir ko'rib chiqishga ham xato yo'qmi, bormi deyishga ham bir yarim soatdami vaqt ketadi. Oson emas lekin. Xayr bo'lsin, faqat sizlar bu video sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Tanish bilishlarga jo'natib qo'yinglar, ko'proq odamga tarqatinglar. Xayr bo'lsin.